Pomidor ekishda eng katta xatoni hamma qiladi. Agar shuni qilmasang, pomidor yaxshi o'smaydi. Pomidorni tik ekish xato. Uni yonboshlab ekish kerak. Poyasi tuproq ostida qoladi. Shunda ildizi bir necha barobar ko'payadi. Natijada pomidor juda ko'chat ekayotganda tabiiy o'g'it ishlatish juda muhim. Tuxum qobig'i tarkibida kalsiy bor. Bu pomidorni mustahkam qiladi. Banan po'stlog'ida kaliy mavjud. Bu o'simlikni tez o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun bu kuchli tabiiy o'g'it hisoblanadi. Pomidor tez kasallanadi. Shu suvni barglariga purkang. Bu zamburug' va hasharotlardan himoya qiladi. Eng muhimi kimyoviy dorisiz. Hamma kechqurun suv quyadi. Bu xato. Faqat ertalab sug'orish kerak. Kechqurun namlik qoladi va kasallik paydo bo'ladi. Ertalab esa tez quriydi va o'simlik sog'lom o'sadi. Hozir pomidor ko'chatlarini ekish ayni payti. Pomidor ekmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Kanalimga obuna bo'ling.